Assalomu alaykum Biogomuz Vodiy Uz kanali a'zolari hamda YouTube tomoshabinlar, barchalaringga xayrli kun. Hozir mana shu Kaliforniya chuvalchang boqiydigan maydonimizda ozgina yangi boqiy turganlarga, boqmoqchi bo'lganlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'p vaqtlaringni olmayman. Kanalimiz rivoji uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Bugungi sanamiz 2026-yil 27-aprel sanasida turibmiz. Hozir mana bu ko'rib turganlaring reaktorimiz yana 4 metr. Nimagaki katta qilishimizdan maqsad ko'proq joydan yutish hamda biogomuz ko'proq olish maqsadida. Lekin joylaring ko'proq bo'lsa 2-2,5 metr enini qilishlaringni tavsiya beraman. Hozir mana ag'darishimizdan maqsad suv berganingizdan keyin bu kun o'tgan sari pirislanib qatib ketadi. Mana shu yerga keldik. Chuvalchangga kislorod berasiz. Birinchidan foydasi juda katta hamda tagi birinchi qatlamida yeb bo'lmaganlarini ag'darganingizda yaxshi biogomuzni oxirigacha toza yeydi. Endi ag'darganingizda eng udobnisi sizlarga hozir ko'rsataman. Mana shunday holatda beshlikda ag'darsalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Hozir biz mana shu ikkala yonini mana bu beshligimizda ag'daryapmizda. Tepa qismini tepkilamaslik uchun nariginda ag'daryapmiz. Hozir mana shu yerimizda uzunligi 17 metr, eniga 4 metr, kamida 20 tonna xudo xolasa biogomuz olamiz. 1000 so'mdan sotganingizda ham 20 million so'm. Elanmagan holatini elab sotadigan bo'lsak 1,5 ming so'mdan bo'ladi. Xudo xolasa yana 20 kunda tayyor bo'ladi. Hozir ag'darganimizdan keyin 20 kunda tayyor bo'ladi. Endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Tayyor bo'lgandan keyin chuvalchangni qanday ajratib olamiz? Endi qarab turing. Mana shu ikkala yoniga dalibga beramiz. 50 sent qilib uzunligini, balandligini 25 sent qilamizda. Keyin bu yoniga beramiz. Bundan mana shu qirg'og'iga erinmasak mana shu o'rtasidan ham 1 metr ochamizda, yana bu yerga ham dalibga beramiz. Rosa toza yaxshi yeb olgandan keyin bir hafta chuvalchanglarni ochib qo'yamizda. Bitta suv berganimizdan keyin 3 kun 4 kunda ikkala yonga mana shu o'rtadagi joyga bu tomonga chuvalchanglar o'tib bo'ladi. Ajratish umuman qiyin emas. Hammani boqish uslubi har xil. Yamar holatda boqsangiz ham bo'ladi. Bunday tekis poliyada bo'lsa, enini 2,5 metr qilishingiz kerak reaktorni. Yama holatida bo'ladigan bo'lsa, bir tekisda bir marta go'ng tashlaysiz, bir marta biogomuz olib olasiz. Yopiq usullar bor. Hamma o'zini joyidan kelib chiqib, uslubidan kelib chiqib boqaveradi. Endi mana bu ko'rib turganlaring, mana bu go'ng pashti tayyor bo'lgan. Bu fermentatsiyadan o'tyapti, o'tib bo'ldi. Lekin bunga hozir sirasi chuvalchang tashlab bo'lmaydi. Buni ham kamida 25-30 sent qilish kerak tepaligini. Endi biz sirasi mana buni olganimizdan keyin buni bu tomonga yoyveramiz, chuvalchangni chiqaraveramiz. Endi yangi boqiydirganlarga qaysi holatda go'ngni tashlaymiz chuvalchangga deganlarga mana ko'rib turganlaringdek yangi go'ngga ham bersa bo'ladi. Mana suvi qochgan, siydik aralashmagan mana shu go'ngga 2-3 kunda pashta sparina bo'lib, bunda chuvalchang uchun juda ozuqa zo'r bo'ladi. Hozir buni sinaganmiz ham sizlar uchun ko'rsatamiz. Mana shu yerga tashlaganmiz dalibga qilib 5 sm. Mana shu yerga tashlaganmiz. Hozir isbotini ko'rsatamiz. Chuvalchanglar juda zo'r aktiv holatda chiqishgan. Mana yangi go'ng. Biogomuzda mana shulardan tarvuzlarimiz, oshqovoqlarimiz, kartoshkalarimiz ekilmagan, o'zi chiqqan holati, pomidorlarimizni ko'rishlaring mumkin. Ekranda kimda savol javob bo'lsa
ekranda nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Kommentariyaga o'z savollaring bo'lsa yozasizlar. Yanagi videolarda ko'rishguncha